Assalomu alaykum, hurmatli Ishonch To'y YouTube kanali obunachilari, kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 11-may sanasi. Aeroport nomli kechki qonunlarimizga 33 kun deganda ekilgandan keyin kecha suv ochdik. 1 gektarga yaqin joyga ekilgan aeroport nomli qonunlarimiz. Bu esa kechki tarvuzlarimiz. Aeroport qovuni yaxshi qovun, juda ham shirin qovun bo'ladi. Bitta yomon tarafi, endi kechkiga ekkanmiz-ku baribir. Kechki ekkanimiz uchun narxlari arzon bo'lib qoladi. Endi bu yil qanaqa bo'ladi bilmadim. Har yili bu qovun pishgan payti narxlari ancha tushib ketadi. Donasi 3000, 5000, 2000 ga ham tushib ketadi, ana shunaqa bo'lib qoladi. Bu yoqda 13-mart sanasida ekilgan dolbonovli do'gapalaklarimiz, tarvuzlari ancha katta bo'lgan. On 15 kunda pishib yetilib qoladi bular. Tarvuzlar kaptarayotgan bo'lsa ham, palaklarning holati ham yaxshi. Unchalik o'zini yo'qotib tashlab qo'ygan yo'q. Tarvuz katta kuchlar bo'ladi, tarvuz katta qilish palakdan. Shunday bo'lsa ham palaklarning holati ham yaxshi.